Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan shu kunlarda juda ham muhim bo'lib turgan mavzu attestatsiyaning ikkinchi bosqichi, ya'ni pedagogik mahorat va kasb standartidan 12+ natija ko'rsatishni qadamma-qadam strategiyasini ko'rib chiqmoqchimiz. Bu video o'zi kimlar uchun? Agar siz quyidagi insonlar qatorida bo'lsangiz, o'ylaymizki, bu video sizga manfaatli bo'ladi, foydali bo'ladi va o'zingizni samaradorligingizni oshirishga xizmat qiladi. Birinchi navbatda bu darsimiz barcha fan o'qituvchilariga foydali. Ya'ni siz ona tili o'qituvchisi bo'lasizmi, biologiya, matematika, tarix, umuman farqi yo'q. Istagan fan o'qituvchisi bu videomizdan samara, foyda ko'ra oladi. Keyin toifasini oshirmoqchi bo'lgan yoki o'zi oliy toifa bo'lsa-yu, lekin 70% ustamoqchi bo'lgan ustozlarimiz ham bemalol bundan foyda ko'ra olishadi. Undan tashqari, dars soatini ko'paytirmoqchi bo'lganlar ham o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishlari mumkin. Dars soatini ko'paytirmoqchi bo'lganlar albatta attestatsiyada qatnashishi, o'zining toifasini oshirishi va ko'proq dars soatiga loyiq ekanligini isbotlashi kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz bo'lsa aynan shu haqda. Undan tashqari siz agar o'zingizni pedagogik bilimlaringizni boshqalarga ulashmoqchi bo'lsangiz ham o'quvchilaringizda ushbu strategiyalarni qo'llashingiz samarali bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizga maxsus sovg'a tayyorlab qo'yganman. U sovg'a sizni nafaqat imtihonga tayyorlanishingizda, balki umumiy maktabdagi yoki universitetdagi faoliyatingizda ham foyda keltiradi. Undan tashqari, imtihonga tayyorgarligingizni 2x darajada tezlashtirib, yaxshilab yuboradi. Videoni oxirida bu sovg'ani qanday olishni albatta o'rgataman. O'zi men kimman? Siz nimaga meni eshitishingiz kerak? Nimaga yaxshi natija ko'rsatish strategiyasini mendan o'rganishingiz kerak? Shunaqa savollar tug'ilayotgan bo'lsa, o'zimni qisqacha tanishtirib o'taman. O'zim o'qituvchiman. Toliq School xususiy maktabida 4 yildan beri faoliyat olib boraman. Undan tashqari 3 yildan beri pedagogik mahorat yo'nalishida o'qituvchilarni attestatsiya imtihonlariga tayyorlayman. Pedagogik yo'nalishida PhD tadqiqotchiman. PhD tadqiqotchi bu magistraturadan keyingi tadqiqot hisoblanadi, ilmiy tadqiqot yo'nalishi. PhD tadqiqotchi bo'lishim O'zbekistondagi barcha pedagogikaga oid tadqiqotlar va kitoblar bilan tanishib chiqishimga imkon yaratadi. Ya'ni bu borada boshqalardan ko'ra ozroq fundamental bilimlarim ko'p deyishim mumkin. O'zim attestatsiya jarayonlarida ko'p bora qatnashganman va har birida doim pedagogik mahorat qismidan 100% natija ko'rsatib kelganman. Yuqorida aytganimdek 3 yildan beri o'qituvchilarni pedagogik mahorat yo'nalishida attestatsiyaga tayyorlaydigan bo'lsam, shu davr mobaynida 700 dan ortiq ustozlarga imtihonga tayyorlanishga yordam berdik, ularni qo'llab-quvvatladik va ularni aksari undan tashqari 15 tadan 15 ta yetishgan ustozlarimiz ham talaygina topiladi. O'qituvchilarga dars berishdan tashqari Bilim va malakalarni baholash agentligi sobiq DTM tashkilotida test tuzuvchi mutaxassislarni test tuzishga o'rgatish bilan ham shug'ullanaman. Mana yaqinda ham ular uchun yangi kursimizni boshlash arafasida turibmiz. Bundan oldin ham ularning xodimlarini bir necha marta test tuzish usullariga o'rgatganman. Bu menga nima beradi? O'sha test tuzadigan xodimlarga test tuzishni o'rgatganim sababli o'zim ham ma'lumotni qanday qilib testga aylantirish yo'llarini juda ham yaxshi bilaman. Yuqoridagilardan tashqari O'zbekiston davlat maktablarida foydalanib kelinayotgan jami 5 ta darslik o'qituvchi kitoblari, mashq daftarlari mualliflaridan biriman. Bundan tashqari UNESCO buyurtmasi asosida tayyorlangan o'qituvchilar uchun qo'llanmalarda ham hammualliflik qilganman. Demak, bugun nima haqida gaplashamiz? Birinchi navbatda nima uchun pedagogika va kasb standarti yo'nalishida attestatsiyaga alohida tayyorlanish kerak? Shu savolga javob berib olamiz. Undan keyin hozirgi holatimizni qanday aniqlaymiz? Qanday aniqlasak samarali bo'ladi? Hozirgi holatni aniqlash nima uchun kerak degan savollarga javob beramiz. Undan keyin bo'lsa, kalit so'zlar bilan ishlash metodlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ma'lumotlarning ichida kalit so'zlarni belgilash qanday amalga oshiriladi va bu qanday qilib bizga foyda keltiradi, shularni gaplashamiz. Testda tushadigan, tushmaydigan ma'lumotlar ajratish usullarini ko'rib chiqamiz. Hamma ma'lumot ham testda tushmaydi, shuni qanday qilib ajratishga o'rganamiz. Keyin mavzulashtirilgan testlar bilan qanday qilib ishlash, ularni qanday qilib tayyorlash, ulardan qanday qilib foydalanishni ko'ramiz va oxirida imtihonga psixologik jihatdan tayyorlanish va ruhiy tayyor bo'lishni o'rganamiz. Nima uchun pedagogik mahorat va kasb standarti yo'nalishida alohida tayyorlanish kerak? Agar oxirgi statistikani ko'rgan bo'lsanglar, 2025-yilda toifasini oshirish maqsadida yoki ustama olish maqsadida attestatsiya imtihonlarida qatnashgan o'qituvchilarning 227 ming nafari bu ishni amalga oshira olishmadi. Ya'ni imtihonlarda yetarli ballarni to'play olishmadi. Albatta bunga pedagogik mahorat va kasb standarti bo'yicha tushadigan 15 ta testni ham o'z ta'siri bo'lgan. Demak, bu yo'nalishda o'rganish va mahorat oshirish orqali siz o'zingizni toifangizni
bir daraja ko'tarishingiz yoki kerakli ustamani qo'lga kiritishingiz mumkin. Undan tashqari, bu yo'nalishda tayyorlanish sizni kasbiy jihatdan bir qadar o'stiradi. Pedagogikada hozir yangi qanday tendensiyalar bor, nimalarga amal qilinyapti, boshqa ustozlar nimalardan foydalanishyapti, umuman jahon tajribasi qanday ketyapti, shular haqida ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi va bu ma'lumotlar sizni faoliyatingizdagi qiyinchiliklaringizni kamaytirib, stresslaringizni yo'qotishiga sabab bo'ladi va bularni hammasini jamlaganimizda o'zingizni professional ustoz sifatida taqdim qilishingiz, professional ustoz darajasiga chiqishingizga ko'maklashadi. Hozir sizlarga attestatsiyada pedagogik mahorat va kasb standarti yo'nalishida yaxshi natija ko'rsatish uchun, o'zingiz kutgan ustamalarni qo'lga kiritishingiz uchun kerakli bo'ladigan, zarur bo'ladigan 5 ta strategiyani aytib bermoqchiman. O'zim bu usullarni o'quvchilarimda doimiy qo'llab kelaman va shuning uchun ham bularni samarali deb hisoblayman. Ya'ni samarasini o'zimni tanamda his qilib ko'rganman. Demak, boshladik. Birinchisi, diagnostik test yechib ko'ring. Diagnostik test deganda attestatsiyada tushadigan testlarga maksimal yaqinlashtirilgan, o'shalarning namunasidagi testlar tushuniladi. Ular sizga hozirgi holatingizni aniqlab olishga yordam beradi. To'g'ri, hali siz umuman hech narsaga tayyorlanmadingiz, kitoblarni o'qib chiqmadingiz, ma'lumotlari hammasini o'rganib bo'lmadingiz, lekin baribir ham birinchi navbatda diagnostik testdan boshlash kerak bo'ladi. Bu sizga ikkita maqsadda kerak. Birinchisi, o'zingizda mavjud bo'lgan bilimni aniqlab olish, ya'ni siz garchi hech narsaga tayyorlanmagan bo'lsangiz ham baribir o'qituvchisiz, bir necha yildan beri faoliyat yuritasiz va pedagogika yo'nalishida o'qigansiz. Ya'ni siz albatta nimalarnidir bilasiz. Bu diagnostik testlar sizga biladigan va bilmaydigan narsalaringiz chegarasini bilib olishga yordam beradi. Ikkinchisi, qanday test tushadi degan savolga javob olasiz. Ya'ni siz testlar qanaqa shakllantirilishi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lasiz. Testlarni yechib ko'rganingizdan keyin ma'lumotlarni o'qiyotgan paytingizda sizni miyangiz o'zi xulosalab ketaveradi. Ha, demak, mana bu ma'lumotni mana bunaqa test qilsa bo'ladi, bu ma'lumotni bunaqa test qilsa bo'ladi, diagnostika testda bunga o'xshagan test tushgandi degan bir xayollar sizni imtihonga yana ham yaxshiroq tayyorlanishingizga yordam beradi. Diagnostika testlarini qanaqa topish mumkin? Attestatsiya jarayonlarini o'tkazadigan tashkilotning o'zi ham diagnostik testlarni e'lon qiladi, faqat juda kech e'lon qiladi, imtihonga yaqin qolgan paytda e'lon qiladi. Siz uni kutadigan bo'lsangiz, yaxshi tayyorlanishga vaqtingiz qolmasligi mumkin. Buning uchun men tavsiya qilaman, istalgan o'sha pedagogik mahorat ustozlari kurslarini guruhlariga, kanallariga ulanib qarab ko'ring. Yaxshi kurslarning hammasi albatta birinchi navbatda sizga diagnostik testni taqdim qiladi. Diagnostik testlar odatda har doim bepul bo'ladi. Men o'zim ham har doim o'quvchilarimizga, o'quvchi ustozlarimizga bepul diagnostik testni taqdim qilaman va shu orqali ular haqida ma'lumot olaman o'zim va ularning o'zi ma'lumot olishadi. Ikkinchi strategiyamiz bu kalit so'zlarni yodlash. Attestatsiya testlarining 60% ni kalit so'zlar yordamida yechib chiqsa bo'ladi. Buni o'zimizning maktab ustozlarida ham bir necha marta sinab ko'rganman. O'zim ham birinchi marta imtihonga kirganimda shunaqa tayyorlanganman va darslarim davomida ham o'quvchilarimga har doim kalit so'zlarni taqdim qilib boraman. Kalit so'zlar ajratishda yo'li juda ham oson. O'zi kitoblarda ma'lumotlar berilgan, tushunchalar berilgan, ularning ta'riflari berilgan. Testlar asosan o'sha ta'riflarni savolga aylantirish usulida tuziladi. Shu har bir tushunchaga bitta yoki ikkita so'zdan iborat, ko'p bilan 3 ta so'zdan iborat kalit so'z tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, persepsiya tushunchasi. Tashqi olamni sezish. Persepsiya, tashqi olam, sezish. Psixomotor, xatti, harakat. Motor so'zi bor, harakat so'zi bor. Moslashtirib olish juda ham oson. Yoki o'quv jarayonini rejalashtirish. Bunaqa vaziyatda har doim nimanidir rejalashtir. Va shunaqa qilib kalit so'zlarni tayyorlab olish mumkin. Bu juda ham oson jarayon aslida, agar to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsangiz. Tushunchalarni mana shunaqa qilib yodlaydigan bo'lsangiz, testda ular qanaqa holatda aylantirib berishmasin, bemalol to'g'ri javobni topa olasiz. Yo'q deganda noto'g'ri javoblarni chiqarib yubora olasiz. Negaki, mana shu kalit so'z siz belgilab oladigan kalit so'zlardan tashqariga chiqib ketisha olmaydi test tuzuvchilar, chunki belgilangan darsliklar bor. O'sha darsliklardagi ma'lumotlardan tashqariga chiqishsa, ularga ham e'tirozlar ko'payadi. Shuning uchun imkon qadar asosiy tushunchalarni saqlab qolishga harakat qilishadi. Kalit so'zlar bo'lsa, asosiy tushunchalar asosida tuziladi. Kalit so'zlar bilan ishlashni o'zini qoidalari bor. Shularni ba'zilarini sanab o'taman. Birinchi navbatda kalit so'zlaringiz 4 ta so'zdan ko'payib ketmasin. 4 ta so'zdan ko'payib ketsa, u endi kalit so'z emas, ta'rifni o'zi bo'lib qoladi. Eslab qolish ham qiyin bo'ladi. Keyingisi,
har bir tushuncha va uni kalit so'zini bir marta bo'lsa ham yozing. Yozish har doim foyda beradi. Xohlang noutbukingizni ochib Wordda yozing, xohlang daftarga yozing, xohlang telefoningizni ochib biror bir o'zingizni ilovangizga yozing. Farqi yo'q, lekin albatta yozishga harakat qiling. Xuddi aytgandek, psixomotor xatti-harakat deb bir marta yozib qo'yish sizda xotirada yaxshiroq saqlanib qolishiga yordam beradi. Keyingi qadam bu yozgan kalit so'zlaringizni har 3 kunda bir marta bo'lsa ham qaytarib turing. Ma'lumotda o'qigan saringiz kalit so'zlaringiz ko'payib boraveradi. Har doim yangi kalit so'z o'qiyotgan paytingizda albatta eskilariga ham ko'z yugurtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shunda u sizning xotirangizga yana ham yaxshiroq joylashadi. Xotiraga qancha yaxshi joylashsa, bu kalit so'zlar imtihon payti sizga shuncha oson bo'ladi va oxirgisi o'xshash tushunchalar kelib qolgan paytda ular asosida test tuzib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun diagnostik test degan tushuncha bor, prognostik test degan tushuncha bor. Ikkalasi ham go'yoki kelajak uchun tuziladigan testlar bo'lib ko'rinadi siz uni ta'riflarini o'qigan paytingizda. Lekin kalit so'zlar yozganingizda yaqqol ko'rinadi, ularning farqi borligi, biri hozirgi payt, biri kelajak uchun ekanligi yaqqol ko'rinadi. Mana shunaqa tushunchalarni, ya'ni bir-biriga kesishib turadigan tushunchalarni asosida bitta test tuzib qo'ysangiz o'zingiz, shunchaki oddiygina test, ABCD varianti bo'lgan test tuzib qo'ysangiz, bu ma'lumotlarni chalkashtirib yubormasligingizga yordam beradi. Keyingi strategiyamiz test tushadigan o'rinlarni aniqlash. O'zim anchadan beri testolog sifatida faoliyat yuritaman. Shuning uchun men har qanday ma'lumotni o'qiyotgan paytimda buni qanaqa qilib testga aylantirish mumkin? Bir odam mana shu ma'lumotni biladimi, yo'qmi, qanaqa aniqlash mumkin? Mening miyamda har bunaqa test savollari, ularning variantlari avtomatik shakllanib boradi. Ya'ni kasbim jihatdan shunaqa. Pedagogikaga oid jami 14 ta kitob berilgan. 14 ta kitobni har biri 200-300 betdan bo'lganda ham bu juda ham katta ma'lumot degani. Siz baribir qancha harakat qilmang, bularning hammasini to'liq o'rganib chiqa olmaysiz. Bunga vaqtingiz ham yetmaydi. Agar bor vaqtingizni pedagogik mahoratga sarflab qo'yadigan bo'lsangiz, mutaxassislik yo'nalishdan tayyorlana olmay qolishingiz mumkin. U ham muhim albatta. Shuning uchun ma'lumotni o'qiyotgan paytingizda bundan test tutsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi degan savolga javob berib ketishingiz kerak. Ana shunda ma'lumotni oxirigacha o'qish yoki o'qimaslik to'g'risida qaror chiqarasiz yoki o'qib bo'lgan bo'lsangiz ma'lumotni shunchaki miyangiz band qilmaslik uchun uni unutib yuborishga harakat qilasiz. Albatta, sizlar baribir ko'pchiliklaring testolog emassizlar, har doim test tuzish bilan shug'ullanmaysizlar. Xo'p, qanaqa qilib ajratamiz degan bo'lsa, buning uchun birinchi navbatda yuqorida aytganim birinchi strategiya qadamini bosib o'tgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni pedagogik mahoratdan qanaqa testlar tuziladi o'zi, savollar qanaqa shakllantiriladi o'zi, shundan o'tgan bo'lishingiz kerak va u sizga qanaqa test tuzilishini, shaklini o'rgatib beradi. Endi undan keyin kitoblardagi hamma ma'lumotdan ham test tuzib bo'lmasligini tushunish kerak. Misol uchun, Madatov degan ustozimizning Inklyuziv ta'lim degan kitobi manbalar ro'yxatida berilgan, adabiyotlar ro'yxatida bor. Lekin u kitobning asosiy qismi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim haqida chiqarilgan qarorlar, ularning ijrosini ta'minlash yo'llari, turli xil viloyatlarda, shaharlarda inklyuziv ta'lim bo'yicha o'tkazilayotgan tadbirlar, yozgi oromgohlar haqidagi ma'lumotlar bilan to'la. Siz shuni bilishingiz kerakki, o'qituvchi sifatida attestatsiyaga kirar ekansiz, sizdan xo'p, inklyuziv ta'lim haqida qanaqa qarorlar chiqqani, uni qanaqa haligi joriy qilishga kimlar mas'ul bo'lgani, qaysi tashkilotlar nima ishlar qilgani yoki qaysi yozgi oromgohda qanaqa tadbir bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar so'ralmaydi. Sizdan inklyuziv ta'lim nima, uni amalga qanday joriy qilish mumkin, inklyuziv ta'limdagi bola bilan qanaqadir muammo chiqib qolsa, uni qanaqa hal qilish mumkin degan bilimingizni tekshiradi sizdan. Shuning uchun kitobni o'qiyotgan paytda mana shunaqa ma'lumotlarni bemalol o'tkazib yuborish mumkin. Ishontirib aytaman, bunaqa ma'lumotlardan test tuzilmaydi. Chunki test tuzishni o'zini spetsifikatsiyasi bor, qonun-qoidalari bor, qanaqa bilimni tekshirish bo'yicha hujjatlashtirib qo'yilgan. Sizdan o'sha tadbirlar qanaqa bo'lganini bilishingiz talab qilinmaydi. Hujjat bo'yicha ham, umuman mantiq bo'yicha ham xuddi shunaqa. Yana bitta misol, Komil Jalilovning yangi o'sha kitobi qo'shildi, yangi manba sifatida qo'shildi, baholash nazariyasi asoslari degan, ya'ni o'qituvchilar baholash haqida ham ma'lumotlarni bilishi kerak degan fikr paydo bo'ldida, pedagogik mahorat testlariga baholash bo'yicha manba qo'shildi. U kitobni ham 70% siz uchun umuman keraksiz ma'lumotlar hisoblanadi. U kitob o'zi o'sha davlat test markazida ishlaydigan yoki kelajakda testolog mutaxassis bo'lmoqchi bo'lgan odamlar uchun yozilgan kitob. Faqat uning ayrim qismlari o'qituvchilarga foydali. Misol uchun, o'zi baholash nima, qanaqa turlari bor,
qanaqa turida qanaqa qilib imtihon qilinadi, xulosa qanday chiqariladi, o'zi testlar qanaqa tuziladi, qanaqa qoidalari bor test tuzish degan savolga javob beradigan qismlari bor. O'qituvchi uchun ham aynan shular kerak. Qolgan validlik, ishonchlilik, validlikning xatoligi degan ma'lumotlar sizga o'qituvchilik faoliyatingizda umuman kerak bo'lmaydi. Shuning uchun attestatsiya o'tkazadigan tashkilot ham ulardan test tuzmaydi. Ya'ni kitobni to'liq o'qib chiqishingiz shart emas, kitobning ikkita bobini o'qishi o'zi yetarli. Mana shunaqa qilib ma'lumotlarni ajratishni o'rganib oladigan bo'lsangiz, ham o'zingizni vaqtingizni, ham miyangizdagi megabaytlarni tejab qolasiz. Nimadan test tuzish mumkin, nimadan tuzish mumkin emas degan savolga javob berish uchun bitta ma'lumotni o'qirkansiz, 3 ta savol bering unga. Birinchisi, bu ma'lumot o'qituvchilik faoliyatida kerak bo'ladimi, yo'qmi? Ikkinchi savol, bu ma'lumotni qanaqa qilib testga aylantirish mumkin? Uchinchisi, agar mabodo test tuziladigan bo'lsa, buni noto'g'ri javoblari, ya'ni muqobil javoblar sifatida 3 ta javob topish mumkinmi, yo'qmi? Agar bulardan ikkitasiga ham javob yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak u ma'lumot testda tushmaydigan ma'lumot bo'lib chiqadi. 4-strategiya, mavzulashtirilgan testlar yeching. Ko'pchilik o'ylaydi, attestatsiya namunasidagi testlardan bir nechtasini yechsam bo'ldi, testga tayyorman deb o'ylaydi. Yo'q, aksincha, mavzulashtirilgan testlar ko'proq foyda, samara beradi. To'g'ri, u testlar oddiy, odatda ko'proq xotirani sinashga qaratilgan bo'ladi, lekin mavzuni chuqurroq o'zlashtirish, tushunchalarni farqlab olish uchun eng samarali usul mavzulashtirilgan testlar hisoblanadi. Men o'zim ham har doim o'zim tayyorlayotgan ustozlarga mavzulashtirilgan testlar berishga harakat qilaman. Bu orqali ular mavzuni yana ham yaxshiroq o'rganishadi. Tushunmagan joylarini, mavzu davomida tushunmagan joylarini test orqali mustahkamlab olishadi. Mavzulashtirilgan testlar bilan ishlashning ham o'zining qoidalari bor. Birinchisi, eng asosiysi, mavzulashtirilgan testni mavzuni o'qiganingizdan kamida 2 soat o'tkazib keyin yechishingiz kerak. Agar siz mavzuni o'rganib o'qib bo'lishingiz bilan test yechib qo'yadigan bo'lsangiz, yaxshi natija chiqib qolib, sizni aldab qo'yishi mumkin. Lekin haqiqat shu bo'ladiki, siz bu ma'lumotni ertaga esdan chiqarib olishingiz mumkin yoki 2 soatdan keyin esingizdan chiqib ketishi mumkin. Yangi mavzu bo'yicha test yechayotganda o'tgan galgi mavzulardan ham bir nechta testlarni qo'shib yechib olish kerak bo'ladi. Ya'ni hammasini emas, bir nechtasini olib yoki o'tgan safar xato qilganlaringizni olib boshqatdan yechib olish kerak bo'ladi. Bu ilmiy isbotlangan. Ya'ni inson bir narsani oralatib takrorlab tursa, xotiraga yaxshiroq o'rnashib qoladi. Keyingisi, bir mavzudan tuzilgan testlarni quyidagi tartibda qayta ishlashingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda yuqorida aytdik, kamida 2 soat o'tgandan keyin mavzuni o'rganganingizdan 24 soat o'tib, keyingi qaytarishingiz 3 kun o'tib, keyingi qaytarishingiz 7 kun o'tib bo'lishi kerak. Va oxirida imtihonga kirishdan oldin ham bir mavzulashtirilgan testlarga ko'z yugurtirib qo'yishingiz samarali va foydali bo'ladi. Keyingi qoidasi, mavzulashtirilgan testlarni onlayn platformalarda bo'lishiga harakat qiling. Qog'ozda bo'lsa, bu samarasi kamroq bo'ladi. Chunki qog'ozda har doim variantlar, savollar bir joyda qotib turgan bo'ladi. Onlayn platformalarda, misol uchun Google Formsga o'xshagan platformalarda testlari o'rni, variantlari o'rni doimiy almashib turgani uchun siz ularni qayta ishlagan paytingizda ham test go'yoki yangiday tuyulaveradi. Va oxirgi strategiyamiz, chegarani biling. Biror bir imtihonga, nafaqat attestatsiya, istalgan imtihonga tayyorlanar ekansiz, siz uni hayot-mamot masalasiga aylantirib olmasligingiz kerak. Ya'ni bunaqa qiladigan bo'lsangiz, siz imtihonga kirgan paytingizda miyangiz mana shu yo o'lim, yo ustama, yo o'lim, yo toifa degan bir doiraga tushib qoladida, o'zingiz bilgan oson narsalarni ham yecha olmasdan chiqasiz. Bu bizni tajribamizda juda ham ko'p uchragan. Ayrim ustozlarimiz juda ham ko'p o'ylashi imtihon haqida, tinimsiz ma'lumotlarni o'qishi, miyasi charchasa ham qayta ma'lumotlarni qaytaraverish oqibatida imtihon kuni miya shunchaki hamma ma'lumotni tashlab yuborgan va buning oqibatida yaxshi tayyorlanib yurgan ustozlarimiz ham o'zlari ochiq oydin biladigan narsalarni ham testda to'g'ri belgilab chiqisha olmagan, juda oddiy elementar xatolar qilish oqibatida kerakli natijani qo'lga kiritisha olmagan. Charchaganingizni qaydan bilasiz? Ma'lumotni 3 marta o'qiganingizda ham tushunmayapsiz yoki umuman motivatsiyangiz qolmadi. Shu paytda o'qishni to'xtatish, imkon bo'lsa 1 kun, 2 kun dam olish kerak. Bu miyani qarshi reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni 3 marta o'qiganingizda ham tushunmayapsizmi? Miya shunchaki xohlamayapti. Uni majburlash kerak emas. Unga biroz dam berish kerak. Umuman pedagogik mahorat haqida o'ylamaslik kerak, imtihon haqida o'ylamaslik kerak, kamida 1 kun. Mana sizlar bilan pedagogik mahorat va kasb standart testlariga samarali tayyorlanish uchun kerak bo'ladigan 5 ta strategiyani, 5 ta usulni hammasini batafsil ko'rib chiqdik.
ularga amal qilishingiz, ishontirib aytamanki, sizni imtihonda yaxshi natija ko'rsatishingizga albatta ijobiy ta'sir qiladi. Yana qaytarib aytaman, biz buni o'zimizdan osmondan olib yozmadik, osmondan olib o'rgatmadik sizlarga. 3 yillik tajribamizdan kelib chiqib, shu 5 ta qadamni eng muhim qadam deb hisoblab sizlarga tushuntirib berishga harakat qildik. Endi kelinglar, mana shu pedagogika va kasb standarti yo'nalishida yaxshi tayyorlanmaslik qanaqa oqibatlarga olib kelishi haqida ham ozgina gaplashib olsak. Birinchi navbatda, hali yuqorida aytdim, 227 ming o'qituvchi o'zini toifasini oshira olmadi yoki o'zi xohlagan ustamani qo'lga kirita olmadi. Siz o'sha 227 ming o'qituvchi safida bo'lib qolishingiz mumkin. Bu degani siz toifa ola olmaysiz yoki toifangizni oshira olmaysiz. Endi bundan buyog'iga keyin zanjir reaksiyasi boshlanadi. Toifani ola olmading degani, maktabda, maktab rahbariyati oldida obro'yingiz biroz pasayadi, ular sizga munosabati o'zgaradi, pedagogik jamoani ham sizga munosabati o'zgarib qolishi mumkin. Bu toifani ola olmasligingiz alal oqibatda nima bo'ladi? Sizdan yuqori toifali o'qituvchilarni darsga kelishi oqibatida keyingi yilgi dars taqsimotida sizga ulardan ortgan darslar, ularga sig'magan darslar berilishiga olib kelishi mumkin. To'g'ri, bu jarayon hamma maktabda ham sodir bo'lmasligi mumkin, lekin nima bo'lgan taqdirda ham amaliyotda xuddi shunaqa. Birinchi navbatda eng ko'p dars kim oladi? Toifasi yuqori bo'lgan o'qituvchi oladi. Ustamalar haqida gap ketganda, turli xil o'qituvchilarga beriladigan chegirmalar haqida gap ketganda kimga beriladi? Toifasi eng yuqori bo'lgan odamga. Toifani oshirish nimaga bog'liq? Aynan mana shu attestatsiyaga bog'liq. Attestatsiyaning 30 balli, ya'ni 100 balldan 30 balli bu pedagogik mahorat va kasb standartidan yig'iladigan ball hisoblanadi. Agar siz mana shu 30 balli testdan kamida 10 ta, 12 ta yecha olmaydigan bo'lsangiz, bemalol aytishim mumkinki, oliy toifani yoki 70% ustamani umid qilmasangiz ham bo'ladi. O'zi bugungi darslikni tayyorlashdan maqsadim ham mana shu 227 ming o'qituvchi safida bo'lib qolmanglar. Shu darslar sizlarga foydali bo'lsin-da, imtihonga tayyorlanish jarayonlaringiz samarali bo'lsin-da va natija albatta sizlar kutgandek bo'lsin degan maqsad qo'ygandim oldimga. O'ylaymanki, bu maqsadga erishdim. O'ylaymanki, sizlar ham bu darslikdagi berilgan ma'lumotlarni o'zlashtirib, albatta faoliyatlaringda qo'llab, o'zlaring kutgan natijaga erishasizlar. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa qilib yuqorida aytgan qadamlaringizni tizimli ravishda, muntazam amalga oshirib boraman? Menga kim yordam bera oladi? Hozir shu savolingizga javob beraman. O'zi meni eng oliy bosh maqsadim O'zbekistondagi davlat maktabida ishlaydigan o'qituvchilarni boy qilish. Ya'ni qaysi ma'noda boy? Hamma o'qituvchi 70% ustama olishni xohlayman. Ya'ni oyligini kamida 3 ming, hozirgi oyligini kamida 3 millionga ko'paytirishni xohlayman. Shu maqsadlarimga erishish yo'lida ijtimoiy tarmoqlarda turli xil foydali ma'lumotlar, o'zimning tajribalarim, bepul kontentlar va shu bilan birga pulli kurslarni ham taqdim qilaman. Men bu safargi attestatsiya jarayonlari uchun ham maxsus kurs tayyorladim. Bu kursning davomiyligi 7 hafta bo'ladi. Har dushanba, chorshanba va yakshanba kunlari darslarimiz. Dushanba, chorshanba kunlari men sizlarga ma'ruza o'tib, ma'lumotlarni tushuntirib beraman, kalit so'zlarni o'rgataman, qanaqa test tushishi mumkin, shular haqida ma'ruza o'qib beraman. Yakshanba kuni bo'yicha shu bir haftada o'rgangan ma'lumotlarimiz asosida test yechamiz va testni tahlilini amalga oshiramiz. Ya'ni kim nima xato qildi, qanaqa bo'lsa to'g'ri bo'lardi, shularni ko'rib chiqamiz. Bu 7 haftalik muddat oxirgi muddat emas. Sizlar to imtihonga kirguncha kurs mutaxassisi sifatida, kurs egasi sifatida sizlarni qo'llab-quvvatlab, kerakli ma'lumotlarni yetkazib turishda davom etaman. Pedagogik mahorat kursimda darslarni o'zim ishlab chiqqan maxsus materiallar, qo'llanmalar, konspektlar asosida o'taman. Rejalarimiz bo'yicha bu mavsumdagi darslarimiz 2-martdan boshlanishi kutilyapti. Yuqorida aytganimdek, dushanba, chorshanba, yakshanba kunlari darsimiz bo'ladi. Har kuni soat 19:00 da darslar boshlanadi. Darslar onlayn tarzda amalga oshiriladi va ularning videolari yozib olinib, kurs ishtirokchilariga offlayn tarzda o'rganishlari uchun ham tashlab beriladi, yetkaziladi. Kurs ishtirokchilari uchun maxsus guruhlar ochiladi. U guruhlarda bemalol tushunmagan joylaringdan, o'zlaringni o'ylantirgan savollarni berishlari mumkin bo'ladi. Savollari hammasiga shaxsan o'zim javob beraman. Kurs umumiy 4 ta moduldan iborat. Birinchi modul bu kasb standarti moduli.
Unda biz kasb standarti bo'yicha tushadigan testlarni qanaqa qilib yechishni o'rganamiz. Sizlarga kasb standarti hujjat matni beriladi. Shu hujjat bo'yicha taqdimotlar, mavzular taqdim etiladi va testlar jamlanmasini ham olasizlar. Ikkinchi modul umumiy pedagogika moduli. Unda biz adabiyotlar ro'yxatida turgan pedagogikaga oid bo'lgan barcha darsliklarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Har bitta darslikdan qayerdan test tuzishini o'rganamiz, qanaqa test tuzilishini ko'rib chiqamiz. Har bir darslik asosida taqdimot olasizlar, har bir darslik asosida mavzulashtirilgan testlar olasizlar, har bir darslik yuzasidan atamalar izohi, kalit so'zlar jamlanmasini qo'lga kiritasizlar. Uchinchi modul normativ huquqiy hujjatlar moduli. Bu yildan yangilik bo'ldi. Endi ta'limga oid qonun va farmonlardan ham testlar tuziladi. Bu modulda xuddi shularni hammasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni hujjatlar original matni bilan tanishtiramiz, ularni moslashtirilgan matnini qabul qilasizlar, hujjatlar asosidagi taqdimotlarni va hujjatlar asosida tuzilgan testlar to'plamini ham qo'lga kiritishlar mumkin bo'ladi. Oxirgi modul, 4-modul bu test tahlili moduli hisoblanadi. Unda biz kamida 2 yoki 3 ta attestatsiya namunasidagi testlarni ko'rib chiqamiz. Har bir testni hijjalab tahlil qilamiz va har bir testda tushgan ma'lumotlarni yana qayta takrorlab olamiz. Bu sizlarga imtihonga samarali tayyorlanishlaringga yordam beradi. Umumiy hisobda odatda biz kurs davomida jami 5 ta namunaviy testni ko'rib tahlil qilib chiqamiz. Sizlarga qulay bo'lishini o'ylab, kursimizni 3 xil tarifda joriy qildik. Premium, standart va test tariflari. Premium tarifimiz 199 ming, standart tarifimiz 159 ming, test tarifimiz 109 ming tashkil qiladi. Kursimiz natijasida nimalarga erishishingiz mumkin? Birinchi navbatda toifangizni oshirishingiz, attestatsiyada yaxshi natija ko'rsatishingiz. Attestatsiyada yaxshi natija ko'rsatish degani bu o'z-o'zidan oyligingizga kamida 500 ming qo'shilishi degani. Ya'ni siz ikkinchi toifadan birinchi toifaga o'tsangiz ham, birinchi toifadan oliyga o'tsangiz ham oyligingizga eng kamida 500 ming qo'shiladi har oyda. Undan tashqari toifangiz oshishi natijasida ko'proq dars soatiga ega bo'lishingiz mumkin va agar siz oliy toifa bo'ladigan bo'lsangiz yoki birinchi toifa bo'ladigan bo'lsangiz, 86 balldan yuqori to'playdigan bo'lsangiz, sizga 70% ustama qo'shiladi. Bu degani oyligingizga 3 million so'm miqdorida har oy qo'shimcha foyda keltiriladi. Va undan tashqari bu yildan boshlab joriy qilingan va mukofot puli $50 ming qilib belgilangan yil o'qituvchisi tanlovida ham yaxshi ball to'plashingizga yordam beradi. Agar mana shu kursda o'qish niyatingiz bo'lsa, pastda havolalar, linklar qoldiramiz. O'sha orqali o'tib, menejerlarimizga bog'lanishingiz va yana ham batafsil ma'lumotlarni, to'lov qilish usullarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Undan tashqari video boshida va'da berganimiz siz uchun kerak bo'ladigan maxsus sovg'amizni ham pastdagi havola orqali o'tib, maxsus kanaldan yuklab olishingiz mumkin.